ko'pchilik bilan yashash yomon emas, buni yomon tomoni yo'q, lekin uyni provetривать qilish kerak-da. Uyni shamollatib turish kerak. Bolajonlarni ko'proq ko'chaga olib chiqib aylantirsa, kasal bo'ldi uyda o'tirsin emasda, kasal bo'ldi ko'chaga olib chiqsin bo'ladi. Tomoq mana hozir men stereotip bilan sindirishim mumkin. Tomoq og'ridi, tomoqni boylab uyda yotishmasda, tomoq og'ridi morojniy berish kerak. Bola ovqat yemayaptimi yo ichib ketyaptimi, qusyaptimi? Kola beringlar, fanta beringlar, hech bo'lmasa shuni suyulini ichsin. Men yomon ovqatlarni targ'ibot qilmoqchi emasman. Nosog'lom ovqatni targ'ibot qilish fikridan yiroqdaman. Lekin bolajon hech narsa yemaganda, hech narsa ichmaganda, hech bo'lmasa shuni yesin. 2-3 kunga hech narsa bo'lib qolmaydi. Nima yeydi bolalar? Hech narsa yemaganda pitsa yeysanmi deb so'rasam, ha deydi. Pitsa olib beringlar deyman. Hot-dog olib beringlar deyman yoki bo'lmasa nima lavash va bolalar nima yeydi? Chips yegisi keladi, kiriyashga. O'shanga quvonch beringlar bolaga. Qachonki biz bolalarni yaxshi ko'rib quvonch bersak, bolada dopamin, serotonin, baxt gormoni ko'tariladi, kortizol, stress gormoni pasayadi va tuzalishga tezroq bo'ladi. Instagramga rosa ko'p yozishadi, har xil gaplar, har xil fikrlar bo'ladi. Onajonlarga men tushuntirmoqchiman, odajonlarga, bu dodalarga tushuntirmoqchiman. 2-3 kunning ichida kola fanta ichib bolajon ahvoli yomonlashib qolmaydi, qo'rqmanglar. Lekin siz bolaga shu davr ichida baxt berasiz, quvonch berasiz. Bolajonda o'sha ichidagi gormonlari, baxt gormonlari ko'tarilib, bolajonni tuzalishiga sababchi bo'ladi. Borib kapelnitsa qo'yib, bolani jonini og'ritib, ushab turib, baqirtirib, ukollar qilib, baribir o'sha glyukozani quydirasizlar. Bu ichsin, ham maza qiladi, ham og'risiz bo'ladi, baxt berasiz bolaga.